Balog'at, hikoya, shuhrat. O'lmasxonning ko'ngil g'ashligi Varvara Petrovnaning kelayotganini eshitgan kunidan boshlab yana kuchaydi. Kecha bosh injener uni chaqirib, kutishga siz ham chiqing dedi. Buni bosh injener ataylab qilgani yo'q, balki yaxshi injenerlardan biri sifatida taklif etdi. Lekin bu narsa O'lmasxonga mana sen tanqid qilmoqchi bo'lgan proyekt injenerlaridan biri o'z oyog'i bilan kelyapti, o'z qulog'i bilan eshitib ketadi. Qalay, bu senga yoqadimi degandek bo'ldi. Ko'nglidagi g'ashlikka g'ashlik qo'shildi. O'lmasxon studentligida Varvara Petrovnadan 2 yil leksiya tinglagan. Varvara Petrovna juda serzavq, xushfe'l va mehribon, ayniqsa milliy respublikalardan kelgan studentlar bilan juda inoq edi. Olamni quyosh, insonni ilm yoritadi. Bilmaslik ayb emas, o'qimaslik ayb deb ularga nasihat qilardi. Ularni jondan sevar, hatto ularning biografiyalarigacha bilar, ismi va otasining ismini aytib chaqirardi. Ba'zan shanba kunlari dachasiga olib ketib ziyofat qilar. Iymangan studentlarni ko'rib, uyalmang, bularning hammasi qarz. Yurtlaringizga mehmon bo'lib borganimda ortig'i bilan uzasiz deb kulardi. Keyin o'zining yoqimli va jarangdor tovushi bilan she'r o'qishga boshlardi. U ayniqsa Mayakovskiy bilan Yeseninning muxlisi edi. Ularning ko'p asarini deyarli yod bilardi. Uning she'rga bunchalik ishqibozligini ko'rgan studentlar tegishardilar. Shoira bo'lishingizga sal qolganda, Varvara Petrovna. Nega sal qoladi? Men shoiraman, lekin she'r yozadigan emas, xalqqa shoirona uy-joylar yaratib beruvchi ijodchiman. Yo'q, kulmang. Quruvchi injener shoir bo'lishi kerak. U proyekt qilgan, u qurgan binodan shoirona ruh barq urib tursin. Xalq unda zavq va g'urur bilan yashasin. Xo'sh, vrachdan Chexovdek yozuvchi chiqqanda, injenerdan shoir chiqsa, ajablanadigan nimasi bor? Lekin ko'p afsus, o'shanaqasi ko'rinmay turibdi. Umid qilamanki, chiqib qolar. Yo oranglarda mashq qiluvchilar bormi? Bo'lsa, tortinmay yozaveringlar. Bu ikki kasb og'a-ini. Mana ko'ringlar, shular shoirning ijodidan kammi? Deb o'zi proyekt qilgan binolarning suratlari va qo'yilgan albomni varaqlab qolardi. O'lmasxon 3-kursdaligida bir oycha tobi qochib kasalxonada yotdi. Uzluksiz xabar olib turganlardan biri shu Varvara Petrovna bo'ldi. Bosh vrachga uchrashdi. Konsiliumga o'zining qandaydir tanish vrach professorini boshlab keldi. Kamyob dorini topishga yordamlashdi. Unga sari O'lmasxon o'ng'aysizlanardi. Bir kuni Varvara Petrovna payqab qolib, uni koyib berdi. Ketidan kulib maqol o'qidi. Uzug'ingning ulog'i, yirtig'ingning yamog'i bo'lmagan do'stning boridan yo'g'i yaxshi. Do'stning sinovi tashvishli kunlar, ayriliq, shunday emasmi? Axir siz bilan biz bir daraxtning barglarimiz. Nega o'ng'aysizlanasiz? O'lmasxon tuzalib qaytishi bilan Varvara Petrovna uni yana dachasiga olib ketdi. Bir hafta olib qoldi. Shoshmang, avval sog'liq kerak. Busiz ilm olib bo'lmaydi. Oynaga boqdingizmi? Kasal odam yog' ichida yayramaydi. Chaman ham sog'lom kishiga zavq beradi. Keyin o'z fanidan unga alohida konsultatsiya berdi. Boshqa professorlar bilan ham gaplashib berdi. Xullas, O'lmasxonni yetkazib oldi. Mana 5 yilki O'lmasxon obod bo'layotgan shu yangi shaharda quruvchi injener bo'lib ishlaydi. Olgan nazariy bilimi tajriba bilan boyidi. Boyidigina emas, ancha kamol ham topdi. U avval 5-qurilish uchastkasida prorab edi. Unda 3 yil bosib ishladi. Bu orada qurilayotgan binolarning proyekti va uslubi haqida o'zining fikrlarini bildirib, ko'pchilikning diqqatini o'ziga tortdi. U hozir bosh prorab. Yaqinda katta binolardan birini ekspluatatsiyaga topshirib, boshqasini tiklashga kirishdi. Ana shu boshlanishi lozim bo'lgan ulkan 5 qavatli binoning ministrlikdan tushgan proyekti bilan tanisharkan, har bitta detalni alohida o'rgandi. Ayniqsa uning diqqatini binodagi ortiqcha hashamat tortdi. Kunbotar tomonga chiqariladigan balkonlarning bunchalik serbezak va dabdabali ko'rinishi unga italyan arxitekturasining uzoq o'tmishini eslatdi. Buning ustiga uning qimmatga tushuvini aytmaysizmi? Ana shunda O'lmasxonning xayolidan butun ittifoq quruvchilar kengashi o'tdi. Bu kengashga O'lmasxon qatnashgan, ilg'or quruvchi mutaxassislarning ajoyib nutqlarini zo'r ishtiyoq bilan tinglagan edi. Shu eshitganlarini qo'lidagi proyektga tatbiq etib ko'rsa, proyektda anchagina ortiqchaliklar bor. Ko'ra turib, proyekt avtorlaridan biri o'z sevimli muallimasi Varvara Petrovna bo'lsa ham indamay ketishga, shu proyekt bo'yicha ish boshlashga ko'ngli bo'lmadi.
Bu haqda bir kuni dugonasi Hanifaga gapirdi. Hanifa uning bolalikdan sirdoshi. Ular institutning 3-kursigacha birga o'qishgan. Keyin nima bo'ldi-yu, Hanifa o'qishdan sovidi. Arzimagan narsani bahona qilib institutni tashlab ketdi. Dugonalarining gapiga quloq solmadi. Bu yengiltakligiga hali achinadi. U hozir O'lmasxon ishlayotgan qurilish boshqarmasida chertyojnitsa. U umuman O'lmasxonning birovlar proyektiga tuzatishlar kiritishini yoqtirmas. O'z ishingni bilsangchi, birovlar bog'iga tosh otib nima qilasan deb yurardi. Varvara Petrovnaning proyektini tanqid qilmoqchi ekanini eshitib, tepa sochi tikka bo'ldi. Hali sen Varvara Petrovnaning sovuniga kir yuvib ko'rmagan ekansan. U senga o'xshash endi temir qanot bo'lgan injenerlarni ikki og'iz gap bilan lol qilib qo'yadi. O'qituvchi Usov bilan bo'lgan voqea esingdami? Uning uzrini qabul etmagani? O'shanda ular o'rtasida nima gap o'tgan ekan? Nima o'tganini bilmayman-u, lekin Varvara Petrovnaning uning ko'rishga ko'zi yo'q edi, deb Hanifa O'lmasxonga tik qaradi va davom etdi. Indan keyin O'lmas, o'z muallimangni tanqid qilishing yaxshi emas. Senga bu ish yarashmaydi. Juda qattiq xafa bo'ladi. Yaxshiliklarini unutmagin-da. Axir men unga yomonlik qilmoqchi emasman. Baribir u keksa tanqidingni ko'tara olmaydi. Naq Usovning kuni boshingga tushadi. O'ylab ko'r. O'lmasxon avvaliga Hanifaning so'ziga parvo qilmadi. Vahima dedi va o'z ishini davom ettiraverdi. Lekin kunlar o'tgan sari uning so'zlari yodiga tushib, Usov ko'z oldidan ketmaydigan bo'lib qoldi. Ikkilanish boshlandi. Ba'zida Hanifa haqdek bo'lib ko'rinardi. Ba'zan ko'z oldiga Varvara Petrovna kelar. Balli, shuncha yaxshiligim evazigami bu? Qachon yaxshilikka yaxshilik qaytibdi deyayotgandek ko'rinardi. Boshqa ichki bir nido, fikring to'g'ri, ayt, Varvara Petrovna xafa bo'lmaydi deb da'vat etardi. Shu tomon yengdi. U o'z fikrini uzoq tunlar o'yladi, pishitdi, uzil-kesil hal etdi va bosh injenerga ma'lum qildi. Atoqli injenerlarning proyektiga qarshi chiqishni bosh injener unchalik yoqtirmasa ham, O'lmasxonning o'rinli taklifidan keyin umum muhokamasiga tashlashni lozim topdi. Ana shu muhokama shu haftaning o'rtasida o'tishi kerak edi. Bu orada Varvara Petrovnaning kelayotgani ma'lum bo'lib qoldi. Bu xabar O'lmasxonni anchagina shoshirib qo'ydi. Yana ikkilanish, shubhalar boshlandi. Hanifaning so'zlari qulog'i ostidan ketmay qoldi. Bu ham yetmagandek Hanifa qurilishda uni uchratib, "Xo'sh, endi nima bo'ldi? Shuncha yaxshiliklar qilgan oppoq sochli muallimangning basharasiga qarab, siz mendan o'rganing deysanmi? Yaxshimas, O'lmas, kishiga hayo kerak. Bilimdonlik ham evi bilan. Hali ham shu ishingdan qayt, hali kech emas. Keyingi pushaymon o'zingga dushman. Mana meni aytdi dersan, Usovning kuniga tushasan" dedi. U astoydil jon kuydirib gapirardi. Shuning uchunmi yoki Varvara Petrovnaning o'zi kelayotganidanmi, bu gal O'lmasxon har galgidek Hanifaga qattiq qarshilik ko'rsatmadi. Yana o'ylab ko'radigan kishidek indamay qo'ya qoldi. Hanifaning so'zlari qalbini tirnardi. U qattiq o'yga toldi. Axir men nom chiqarish uchun, o'zimni ko'rsatish uchun tanqid qilib biror yuqori mansabga ko'z tikayotganim yo'q-ku. Maqsadim ko'rkam, ixcham, puxta va arzon tushadigan bino qurish xolos. Varvara Petrovna ham xuddi shu niyatda proyekt tuzgan. Shunday bo'lgach, nega xafa bo'ladi? Xafa bo'lmasligi kerak deb o'ylardi. Lekin Varvara Petrovnaning Usov bilan nimagadir yuz ko'rishmas bo'lib ketgani esiga tushsa, yana yuragi orqasiga tortib, shaxtidan qaytardi. Hanifa qalaysan endi deb kulayotganga o'xshardi. To'g'ri, proyekt bilan tanishib, uning kamchiligini aytmoqchi bo'lganida avtorlaridan biri Varvara Petrovna ekanini yaxshi bilsa-da, yuzma-yuz turib gapirishni hech xayoliga keltirmagan ekan. Betma-bet turib tanqid qilish, ayniqsa shuncha yaxshiliklar qilgan, o'qitgan kishini tanqid qilish naqadar og'ir ekanini endi chuqur his qila boshladi u. Nazarida Varvara Petrovna yozgan dasturxonga oyoq uzatib, yomonlik, ko'rnamaklik qilayotganga o'xshardi. O'lmasxon Varvara Petrovnani kutib olishga borar ekan, hamon shunday o'ylar quchog'ida xomush edi. Telefonda yo'qlatsak yo'q ekansiz, dedi O'lmasxonni qarshi olib bosh injener stansiyada. Tobingiz qochdimi? Rangingiz? Yo'q, yaxshiman deb qo'ya qoldi O'lmasxon. Lekin nahotki rangim o'zgargan? Yo'q, unchalik emasdir degan o'y ko'nglidan o'tdi. Poyezd kelib to'xtashi bilan O'lmasxonning yuragi gup-gup urib, o'zi allanechuk bo'lib ketdi.
Bu uzoq vaqtdan beri sevimli muallimasini ko'rmaganidanmi yoki muallimasining kelishini eshitgandan beri chekayotgan iztirobining so'nggi cho'qqisimi bilib bo'lmasdi. Varvara Petrovna uni darrov tanidi, samimiyat bilan bag'riga bosdi. Uzoq vaqt farzandini ko'rmagan onadek uning ko'zlariga termildi. Uning balog'atga yetib mustaqil hayot yo'liga chiqib olganidan mamnun bo'lgandek kulib qo'ydi. Diydor ko'rishganimizdan juda xursandman, O'lmasxon Safarovna, hatto sizga olib kelgan poyezddan ham minnatdorman, dedi u O'lmasxonni bag'ridan qo'yib yubormay. Xush kelibsiz, Varvara Petrovna, men kelishingizni eshitib juda xursand bo'ldim, dedi O'lmasxon hayajonda. Varvara Petrovna o'sha O'lmasxon tanigan va tarbiya olgan vaqtidek shirin so'z, quvnoq, avvalgidek hamma narsani birdan ko'rib olgisi va bilgisi keladi. Shuning uchun ham O'lmasxonni savollarga ko'mib tashladi. Hatto undan qizining nomigacha so'rab oldi. Men mehmonxonaga tushaman, dedi mashinaga o'tirayotib Varvara Petrovna, O'lmasxonning shofyorga o'z adresini aytganini eshitib. Qo'ying-ye, bizniki turganda mehmonxonaga tushganingiz nimasi? Eshitgan odam nima deydi? O'lmasxon qarshilik bildirdi. Varvara Petrovna kulgiga oldi. Nima derdi? Muallimasini izzat ikrom bilan stansiyadan kutib olibdi, mehmonxonagacha birga uzatib qo'yibdi deydi-da. Yo yana biror narsa deyishi mumkinmi? Demas, men siz o'zbeklarni bilaman, mehmondo'stsiz. Siznikiga tushsam mehmondorchilikdan boshim chiqmay, ishlarim qolib ketadi. Axir ish bilan kelganman. Siznikiga alohida boshqa kelaman. Hali biror kun ham mehmon bo'lmayman deng? Yo'q-e, boraman albatta. Yig'ilib qolgan ancha gaplarim bor. Hamma gapdan xabari bor shekilli, deb o'yladi O'lmasxon. O'lmasxon mehmonxonada Varvara Petrovna bilan ancha vaqt suhbatlashib qoldi. Suhbat orasida o'zini bezovta qilayotgan masala yuzasidan necha bor gap ochmoqchi bo'ldi-yu, botina olmadi. Ular tuzgan proyekt bo'yicha quriladigan binoga prorab qilib tayinlanganini aytib, u yog'iga tili bormadi. Oxiri shunday, Varvara Petrovna, faqir kishi panada deganday ishlab yotibmiz, dedi. Bu juda yaxshi, azizim. Rollarning katta-kichigi bo'lmaydi. Artistlarning katta-kichigi bo'ladi. Markazdan uzoqroq bir qurilishda bo'lsangiz, bu sizning qo'lingizdan hech ish kelmaydi degan gap emas, dedi u kulib. O'lmasxonni ne o'ylarga olib borgan proyekt muhokamasi 3 kundan keyin bo'ldi. Qani O'lmasxon o'z muallimasining proyektini qanday qilib tanqid qilar ekan degandek bunday yig'ilishlarga kelmaydigan master va brigadirlargacha kelgandi. O'lmasxon zalga kirib borganda Varvara Petrovna bosh injener bilan shu bugun muhokama qilinadigan proyektning smetasini sinchiklab ko'zdan kechirardi. O'lmasxonni ko'rishi bilan u smetadan bosh ko'tarib, har galgidan ko'ra boshqacharoq ko'rishdi. Bu uning ish bilan qattiq bandligidanmi yoki bugungi muhokamadan noroziligidanmi O'lmasxon bilolmadi. Ko'ngli bir xil bo'lib ketdi. Muhokama boshlanganda ham Varvara Petrovna o'sha o'tirishini buzmadi. Faqat bir mahal kimningdir unchalik o'rinli bo'lmagan da'vosidan kulgi ko'tarilganda hammaga qo'shilib kuldi. Ana shunda paydo bo'lgan tabassum yuzidan ancha vaqt arimadi. Hammadan qizig'i shu bo'ldiki, O'lmasxon kutgandek uning tanqididan keyin ham Varvara Petrovna o'z proyektini himoya qilib so'zga chiqmadi. Qurilish boshlig'i Varvara Petrovna so'zlaysizmi deganda u quruqqina qilib, yo'q, o'ylab ko'rishim kerak, dedi. Bu so'zlar O'lmasxonga og'ir botdi. Chunki u o'z da'volarining qanchalik to'g'riligini Varvara Petrovnaning so'ziga qarab baholamoqchi, shu bilan ko'nglini tinchitmoqchi edi. Demak, yana ko'ngli tinchimaydigan bo'ldi. Varvara Petrovna tanqidimni tan olmadi. Mendan xafa bo'ldi. Hanifa to'g'ri aytgan ekan, degan xayolga keldi. Mundoq atrofiga qaragan edi, Hanifaning ko'zini uchratdi. Uning ko'zlari, xo'sh, endi qalaysan? Kim haq ekan? Maslahatimga ko'nmading. Ayb o'zingda, degandek edi. Buning ustiga muhokama tugagach, Varvara Petrovna bosh injener bilan suhbatlashib chiqib, O'lmasxon bilan xayrlashmay ketib qolgani unga juda g'alati tuyuldi. O'lmasxonning ko'ngli battar xira bo'lib uyiga qaytdi. U o'z rejasicha shu kecha Varvara Petrovnani teatrga taklif etmoqchi edi. Endi nima bo'ldi? Birdan unamay qolsa-ya? Yo'q, yaxshisi kutish kerak. Qani oxiri nima bo'larkin? Zora Varvara Petrovnaning o'zi muhokama haqida bironta odamga og'zidan gullab qolsa, ana shunga qarab tosh qo'yadi. Teatrga bormoqchi edik shekilli xonim, kechikmaylik tag'in, dedi kutib o'tirgan eri soatiga qarab. Ustozingizni ham taklif etmoqchi edingiz.
Shunday edi-yu, sal tobim qochib turibdi. Bugun bormasak nima qilarkin, dedi O'lmasxon. Uning o'pkasi to'lib turganini va yolg'on gapirganini eri payqadi. Muhokamanglar yaxshi o'tmadimi? Nahot fikringizni? O'lmasxon bardosh bera olmadi. Ha, eplolmadim. Ustozimni xafa qilib qo'ydim degan fikr yana ko'nglini ezib keldi-yu, ko'z yoshlarini arang tutib ichkari xonaga kirib ketdi. U o'z ustozini xafa qilib qo'yganiga asti chidolmasdi. Nahotki Hanifa haqli derdi nuqul. Erining dalda berishlaridan ancha ko'ngli tinchigan bo'lsa ham, baribir tuni bilan tinch uxlolmadi. Allaqanday mujmal tushlar ko'rdi. Ertalab og'ir kasal bo'lgan kishidek rangi siniqib turdi. Lekin ruhi kechagidan ancha yengil edi. Soatga qarab ancha kech uyg'onganini ko'rdi-yu, naridan beri yuvinib nonushta tayyorlashga kirishdi. Uxlab qolibman, uyg'otmabsiz ham, dedi u eriga o'pkalab. O'zingiz uxladingizmi, deb kuldi eri. Uxlasangiz ham tongga yaqin ko'zingiz ilingandir-da. O'lmasxon hech narsa demadi. To'g'risi ham shu edi. U erini nonushta qildirib ishga jo'natdi-da, qizini bog'chaga olib borishga tayyorgarlik ko'rarkan, eshik qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Kim ekan shu mahalda kelgan, dedi ichida. Eshikni ochdi-yu, qarshisida bezovta qilmadimmi bevaqt kelib deb turgan Varvara Petrovnani ko'rib, juda shoshib qoldi. Uning nazarida Varvara Petrovna uni holi topib, alamini olgani kelgan edi. Undagi o'zgarishni ko'rib Varvara Petrovna, tinchlikmi, sog'misiz, nega rangingiz o'zgarib ketdi, deb so'radi. Yo'q, sog'lig'im yaxshi, yaxshi kelibsiz, sizning shu odatingizni yaxshi ko'raman, dedi O'lmasxon o'zini tutib. Ular ichkari kirishdi. Stol atrofida bir-birlariga ro'baro o'tirishdi. Varvara Petrovnaning yuzida har vaqtdagidek xushfe'llik, dilkashlik, mehribonlik barq urib turardi. Safarim qaridi. O'lmasxon Safarovna, ertaga qaytaman. Ketishim oldidan siz bilan bir otamlashay deb keldim. O'lmasxon mana endi boshlandi deb o'yladi-yu, ko'z oldi jimirlashib ketdi. Men kechagi mulohazalarni tuni bilan sinchiklab o'rgandim. Men shaxsan roziman. Qani sheriklarim nima deyishadi? Ayniqsa sizning chuqur va atroflicha fikr yuritishingiz meni quvontirdi. Bu aqliy balog'atingizdan dalolat. Men xursandman. Mehnatlarim bekor ketmabdi. Sizning kelajagingiz porloqligini o'sha vaqtdayoq payqagandim. Bugun samarasini ko'rib benihoya mamnun bo'ldim. O'z shogirdingning balog'atini ko'rmak o'zi zo'r baxt, katta baxt. O'lmasxon quloqlariga ishonmasdi. Nahot shularni gapirayotgan Varvara Petrovna? U endi juda shoshib qoldi. Hayajondan titradi. Chimchilagandek bejirim burnining parraklarini mayda, nozik ter bosdi. Beixtiyor o'rnidan turib stolni aylanib bordi-da, Varvara Petrovnaning bo'ynidan quchoqlab, oq tushgan sochlaridan o'pdi va dedi: "Rahmat, rahmat Varvara Petrovna. Sizni xafa qilib qo'ydim deb kechadan beri ko'nglim g'ash edi." "Meni? Nega? Tanqid qilibmi?" "Ha", dedi O'lmasxon arang. Varvara Petrovna qah-qah urib kuldi. "Ana xolos, hali shuning uchun sizni hayratda kutib oldim, shuning uchun rangim siniqqan deng, barakalla. Xafa bo'lish xayolimga ham kelgani yo'q. Aksincha, sening o'sganingni, balog'atingni ko'rib quvondim. Nima, sen menga tuhmat qilarmiding? Yo'q, yo'q, to'g'ri daraxtdan egri soya tushmaydi. Mana endi shu gapingdan xafa bo'ldim. Chindan xafa bo'ldim. Sen meni bilmas ekansan. Nahot men do'stona fikr tanqiddan yuz o'girsam? Axir sen bilan bizni balog'atga yetkazgan, ulg'aytirgan mana shu do'stona tanqid va tuzatishlar-ku. Demak, sen mening o'rnimda bo'lganingda xafa bo'larkansan-da, shundaymi?" O'lmasxon javob o'rnida boshini quyi soldi. Tanqiddan xafa bo'ladigan kishi kelajagidan umidini uza bersin. Do'stona, to'g'ri tanqid, tuzatishlarga quloq solmagan odam ildiziga buzoq boshi tushgan mevali daraxt, hosildan qoladi. To'g'ri tanqid jizzaki, o'z kuchiga, o'quviga ishonmagan kishilarda qasos, alam tuyg'usini uyg'otadi. Axir shamol ham yengilni uchiradi-da, og'irni qo'zg'atib ko'rsin-chi. Bu gaplardan keyin O'lmasxonning bag'riga yel tegib, yechilib ketdi. Sizning bu yerga kelishingizni eshitibmanki, xayolimdan bir narsa ketmaydi. Usuf bilan o'rtangizda bo'lib o'tgan janjal esingizda bo'lsa kerak. Men bilan ham yuz ko'rmas bo'lib ketasizmi deb qo'rqardim. Varvara Petrovnaning yuzida yana kulgi ko'rindi. Unga hech kim o'xshamasin. U tuhmatchi-ku, ustimdan shunday anonimkalar yozibdiki, har biridan ilon post tashlaydi. Oxir nima bo'ldi u? El nazaridan qoldi. Nahot sen o'shanga o'xshasang? Sen yuzimga halol, beg'araz tanqid qilding.
Biz quruvchilarmiz. Yashayman desang yer to'la ham joy. Lekin insonga turar uy-joy qurib bermoqchi ekanmiz. Uning ko'rki, san'ati, hisobi va fayzi bo'lmog'i kerak. Shu niyatda berilgan har bir xolis taklif va tanqid hurmatga sazovor. Varvara Petrovna nonushtadan keyin ham ancha suhbatlashib o'tirdi. Kun tikkaga kelganda ketishga ijozat so'radi. Qayoqqa shoshyapsiz? Hali qishning bir kuni bor, dedi O'lmasxon kulib. Biroz dam olmoqchiman. Keksalarning mador manbaidan biri uyqu. O'lmasxon sevimli ustozini shu yerda dam olishga qancha qistamasin, u ko'nmadi. Yana boshqa ishlari borligini aytib, mehmonxona tinch, betashvish ekanini qo'shib qo'ydi. Qarib qolibsiz, Varvara Petrovna, dedi O'lmasxon ustozining so'nggi jumlasidan xulosa chiqarib hazil bilan. Yuzimdagi ajinlarimni ko'rib aytyapsizmi? Bu qayg'u va qarilik belgisi emas, kulgilarning izi. Ulug' maqsad yo'lida xizmat qiluvchi kishilar qarimaydi, faqat yil o'tgan sari yoshi ulg'ayadi. Ertasiga Varvara Petrovna bu yerdagi ishlarini tugatib jo'nab ketdi. O'lmasxonni balog'atga yetgan shogirdim deb erkaladi. Quyuq xayrlashdi. Bir haftadan keyin tanqidiy fikrlaringiz qabul, proyektning yangi variantini kuting degan telegramma keldi. O'lmasxon behad shod, hatto hovlisidan o'tadigan ariq ham uning shodligiga jo'r bo'layotgandek chiroyli kuylab oqardi. 1956 yil.